Bizga 210 kelgan. Qisqasi mashina yurib keldi. Hozir birinchi o'chir diagnoz soldim. Diagnoz solsam, o'sha salaka sistemada ошибкасы bor ekan. Birinchi o'chirda regulyatorni chiqardim. Regulyatorni chiqarsam, regulyatori remont bo'lgan ekan. Ko'rincha bu remontni Bishkekda jasoatli. Qisqasi o'shanda remont bo'lgan ekan, biroq o'lib qolibdi. Dag'i hamma metkalarda bor ekan. Qisqasi bu жаңы regulyator olib beramiz. O'zimizda наличиеda bor, xudo xolasa zakonni ishlayotadi. Даже Bosch'skiy regulyatorlardan to'sh o'shalarмен original Bosch'skiy regulyatorlarмен birday ishlayotadi. Bizda o'zimiz olib kelib sotayotgan regulyator. O'sha regulyatordan olib beramiz, xudo xolasa. Manda diagnoz olganda Bazaxamerdan ошибка berib qolibdir. Bazaxamer boshqa qo'yib beramiz. Ne esimni aytdim bo'yicha turbinasida yaxshi qo'shib aytayotgan. Shunda bir ko'rib bergile deb aytdilar. Olanda olib beramiz. Ana zimlarında Nalduzda ishlagan elektrik bola bor. Xudo xolasa zimlarni qirog'ini aytamiz, oyoqlarini ham chiqib zakon olib beradi. Elektrik ishlaridan короче mashinani ayna ko'targichlari ham ishlab ketgan. Esi o'shalarni qaratib qo'yirchi deb so'randilar. Ularni qaratib qo'yamiz, xudo xolasa. Biz o'shanda ishlaymiz.